Birovni hayotidagi qiyinchilik vaziyatini tortib olmaslik uchun nima qilish kerak degan savol kelgan. Asosiy qoidalari bor. Birinchi qoida, har qanday insonni, har qanday xatti-harakatini yoki taqdirini muhokama qilmaslik, muhokama ongiga kirmaslik va uni o'sha vaziyatiga unga rahm qilmaslik va uni qoralamaslik va uni hayotiga yaratuvchi pozitsiyasiga o'tib qolib qutqarishga kirishmaslik. Ya'ni ongimiz odatda qaysi vaziyatni tortib oladi? Qaysiki ta'sirlanganlik vaziyatini. Ya'ni siz ta'sirlandingiz, sizdan unga nisbatan rahm qilish energiyasi chiqdi, achinish energiyasi chiqdi va sizga o'sha paytda borliq aytadi: "Sen shunaqami? Davaychi o'zing ham shu darsdan o'tib ko'rchi" deydi. Yoki o'sha sizdan chiqayotgan hissiyotlar ta'sirlanganidan ongostingizda yoqimli jarayon deb qabul qiladi-da, uni tortib olib qo'yishi mumkin.